Singlim, tinchlikmi? Aka, men erim bilan ajrashaman. Boshqa yashamayman. Kir. Yaxshi qilibsan, singlim qaytib kelib. Unaqa eri bilan yashab nima qilasan? Yoqmadimi? Boshqasiga tegasan. Unisi yoqmadimi? Yana boshqasiga tegasan. Unisi ham yoqmasa, yana boshqasiga tegasan-da. Bizani o'ylab nima qilasan? Biz erkak emasmiz-ku. Mana bu betam eshikni terisidan qalin bo'lib ketgan. Bizda or, nomus, g'urur degan narsalar umuman yo'q. Yuramiz ko'chada bez bo'lib, glavnisi sen o'zing yaxshi ko'rgan hayotda yashasang bo'l. U oila nima u? Sen uchun bitta pista po'choq bo'lsa, o'zichi ering ham erkak emas. Na bir qizlar bilan yursa, na bir ichsa, chaksa, ishiga to'g'ri borib, to'g'ri kelsa. Bunaqa erkak bilan yashagandan ko'ra yashama, to'g'ri qilasan. Trilang go'rga tirmoqchimisan meni, singlim? Ering yomon odam emas. Unaqa noshukur bo'lmagin. Muammo hamma oilada bo'ladi. Meni kechiring. Boshqa noshukurchilik qilmayman. Kir. Singlim, tashagan zaklatimga roziman. Kelmay qo'yavering.